Assalomu alaykum hammaga. Bugun sanuzelda eng dolzarb mavzulardan bittasi bo'lgan ventilyatorlar tanlash haqida gaplashamiz. Ventilyatorlar odatda normal sanuzel uchun, ya'ni 2 ga 1,5, 2 ga 2 razmer uchun 100 talik bir dona teshik qoldirgan ma'qul bo'ladi. Hop, bu bitta ventilyatorimiz o'rtacha 90 kubdan 120 kubgacha 1 soat ichida havo aylantirib beradi. Bu degani, agar 2 ga 2 xona bo'ladigan bo'lsa, uni 2 ni 2 ga ko'paytiramiz, ya'ni enini bo'yiga va uni balandligiga ko'paytiramiz. Aytaylik 280. 11 u 2 bo'ladi. 90 ni bo'lamiz 11 u 2 ga. Shunda 8 marta xonamizda havo aylanib beradi. Bu eng maksimal, eng normal havo aylanishi hisoblanadi. Bundan kam bo'lib ketsa, kamayib ketadi, ko'p bo'lib ketsa, tez sovib ketadi. Aynan shu ko'rsatkich 2 ga 2 xona uchun yetarli bo'ladi. Endi bizda modellar bor, 120 kub havo aylantirib beradigan. Bular sal kattaroq xonalar uchun ishlatiladi. Agar sizda sanuzelingiz katta bo'ladigan bo'lsa, ikkita teshik qoldirishi yoki 125 yoki 150 talik teshik qoldirishni maslahat beramiz, havo aylanishini to'g'ri taqsimlash uchun. Hop, bu ventilyatorlar har xil joyda chiqadi. Uni glavniy joyi vati, ya'ni ovozini baland-pastligi vatga bog'liq. Vat kattaroq bo'lgan sari ventilyator tezroq aylanadi, ko'proq kuch ishlatadi, shuning hisobiga ovozi balandroq bo'ladi. 14 vat buni ovozi bunga nisbatan balandroq, chunki bunimizda 8.4 vat tok rasxod qiladi. Endi ventilyatorlarimizda deyarli barcha modellerimizda orqasidan klapan bilan jihozlangan va 70-80% havoni to'sib beradi, tashqaridan ichkariga kirmoqchi bo'lgan. Ichkaridagi havoni chiqib ketishda muammolar bo'lmaydi. Shu va shunga o'xshagan foydali mahsulotlarni xarid qilish uchun, tanlashni o'rganish uchun va o'zingizga mos mahsulot topish uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Foydali ma'lumotlar inshaalloh har kuni chiqarib boramiz.